Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ko'pchilik uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun 7 ot kuchli motoblok olmoqchiman yurgan kanal uchun agroservis do'konlariga 7 ot kuchli original hamda prostoy motobloklarimiz yetib keldi. Hozir bular qisqacha ma'lumotini hamda narx-navoni tashlab o'tib ketaman. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, ekran pastda nomerlarni qoldiryapman, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, ko'pchilik ham so'rayapti, ukam, menga arzonchiroq motoblogingdan ko'rsat degan kanal uchun agroservis do'konlariga arzonchiroq hali ham atrofda qimmat pulga sotilib yurgan Titan firmasiga tegishli bo'lgan 7 ot kuchli motoblogimiz. Xo'p, yoqur turlari benzin bloklar 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Motorlar esa 170F motor bilan jihozlangan. Yurg'izish joylari esa zavodni ko'rib qo'yasizlar, zavodlarni sal boshqacharoq qilib ishlangan. Buni boshqaroq sababi bu motoblogimiz prostoy motobloklardan hisoblanadi. Buni zavodni bilan uzib olib yoki sindirib qo'ygan bo'lsangiz, boshqa joylardan topsangiz sal qiyinroq emas, ancha qiyin bo'ladi. Chunki bu zavodlar arzonchiroq motobloklarga qo'yiladigan zavodni hisoblanadi. G'o'zliqlar esa maslin filtr qilib ishlangan. Maslin filtr, xo'p, motoblogingizda mana shu joyga 50 gram ichkari tomonda yoq quyib qo'yadigan bo'ladigan bo'lsangiz, motoblogingizda kelayotgan barcha changlarni o'zi ushlab qoladi. Xo'p, endi buni korobkaga tashlab, korobkalari kichkina hisoblangan 150 litr korobka qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, rullariga e'tibor qo'yasizlar, rullari ham yaxshi qilib ishlangan. O'chirib yoqish bitta bezopasniy knopka orqali qo'lingizdan chiqib ketsa, o'zi avtomatik o'chadi. Xo'p, oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skolari mavjud bo'ladi. Buni orqasida qishloq xo'jaligi bomba, qishloq xo'jaligiga suv nasos, qarchabatlarni hisobga qo'yasizlar. Komplektda chiqadigan narsasi, xo'p, 7 ot kuchli mana shu Titan motoblogimiz, 3 qatordan bo'lgan 6 qator pichoqlarni ko'rib qo'yasizlar. Yupqa prostoy pichoq hisoblanadi. Orqasidan mana shu tormozlar bo'ladi va motoblogimiz ichidan nimaki chiqqansa hammasini beramiz. Uka, menga bu sal arzonlik qilyapti. Menga sal yaxshiroq bormi, o'rtacharoq bormi degan uchun ko'pchilik bergan TX firmani Germaniya texnologiyasi ishlab chiqargan TX motoblogimiz hisoblanadi. Bu o'rtacharoq variant hisoblanadi. Yo'q turlari benzin bloklar 3 litrli yurg'izish joylari zavodni orqali bo'ladi. Yangi tortiga g'o'zliqlar bunda ham maslin filtr qilib ishlangan. Motorlar 170F motor. Xo'p, korobkalari 250 litr korobka qilib ishlangan bo'ladi. Orqasida qishloq xo'jaligi bomba, qishloq xo'jaligi suv nasos, qarchapatlarni ustirovka qilishingiz mumkin hisoblanadi. Oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skollar mavjud. O'chirib yoqish bitta knopka orqali gaz besiz o'z obro'tini olaveradi. Xo'p, bular arzonlik sababi korobkalari sal kattaroq bo'lgan sababga undan buni farqi hisoblanadi. Pichoqlari ham buni narigidan yupqa va sal qalinroq pichoq qo'yib ishlangan hisoblanadi. Ukam, menga bu prostoy motobloklarning kerak emas, quvvat tomonlama, sifat tomonlama eng baquvvat va eng zo'r bo'lsin degan uchun original bu xuddi mana shu TX firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motoblogimiz bo'ladi. Faqat bu original hisoblanadi. Bundan ham yoqur turlari benzin bo'ladi, yurg'izish joylari zavodni orqaga tortga yuradi. G'o'zliqlar maslin filtr, motorlari 170F motor, moddachilar bilan jihozlangan. Hattoki endi kelib buni qiziq joyga yetib keldik. Korobkalari o'zidan quttiqon korobka qo'yilgan. 150 litr, 250 litr, 350 litr emas, quttiqon 9 ot kuchli korobkalarga o'xshatilgan 450 litrli korobka qo'yilgan bo'ladi. Bu quttiqonligi sababi nimaga? Siz yer haydayotganingizda yoki chiziq qilayotganingiz va hokazo ishlaringizni qilayotganingizda korobkasi tez qaynab ketmaydi, ya'ni qizib qolmaydi, sal yaxshiroq bo'ladi. Buni sababi nimaga? Narigilarda prostoy sal kamroq o'ta o'sha ishingizni qiladi, lekin korobkasi kichikroq hisobiga bunga kattaroq olib kelganmiz. Bu original variant hisoblanadi. Korobkalar aytib o'tgandek 400 litr korobka hisoblanadi. Rullari bunda eng uzun variant hisoblanadi. Bunda ham oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skollar mavjud. Gaz besiz o'zi obro't oladi, o'chirib yoqish bitta knopka orqali. Xo'p, buning orqasida qishloq xo'jaligi bomba, qishloq xo'jaligiga suv nasos, qarchabatlarni hisobga qilishingiz mumkin bo'ladi. Buni komplektda chiqadigan pichoqlari
Xo'p, 4 qatordan 8 qator bo'lgan original pichoqlar har biri bo'linadigan motoblogimiz bo'ladi. Orqasida tormiz, pormiz, takimet, 1 yilgacha garantiyalarni bosib beramiz. Bu original variant hisoblanadi. Buni 1 yil garantiyasi bor. Lekin men bularda hech qanaqa garantiyasi yo'q. Kimga mana shunaqa 7 ot kuchli motoblok olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ekran pastida nomerlarni qoldiryapman, orqaga chiqaverasizlar. Xo'p, ukam shu yergacha tanishtirib kelding, ma'lumotlarni ham berding. Lekin narx-navolarni aytmading degan gap shu. Narx-navolari bu motoblogimiz narxi 3 million so'm, undan keyin esa 3 million 300 ming so'm. Undan keyingisi esa 4 million 500 ming so'm hisoblanadi. Kimga mana shunaqa arzon narxlarda motoblok olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerga aloqa chiqarasizlar. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i agroservis do'koni. Optim bazani birinchi qurdan xarid qilib olaman degan ekanmiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xohlaganlar yig'ilgan holatda, xohlaganlar upakovka holatda cheklanmagan miqdorda bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.